O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining 2026-yil 17-yanvardagi 15-sonli buyrug'i talablariga muvofiq Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasining tarkibiy tuzilmalari hamda hududiy bo'linmalarda xizmat qilayotgan xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, ularning ijtimoiy, iqtisodiy va kasbiy faolligini yanada oshirish, ijodiy va intellektual salohiyatini namoyon etish, zamon talablari asosida har qanday shart-sharoitlarda ona vatan va xalq manfaatlari yo'lida xizmat qiladigan professional xodimalar sifatida tarbiyalash, ularda kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish, xodimlarning bilim va dunyoqarashini boyitish maqsadida Zukko kitobxon ko'rik tanlovi tashkil etildi. Tanlov qizg'in va bahs munozaralarga boy bo'lib, ishtirokchilar o'z bilimlari, tezkor fikrlashi va adabiyotga bo'lgan qiziqishlarini namoyon etishdi. Ko'rik tanlov yakunida uning g'oliblari aniqlandi. Unga ko'ra 3-o'rinni katta leytenant Dilafruz Sagdiyeva, 2-o'rinni katta leytenant Pokiza Xoliqulova hamda faxrli 1-o'rinni katta leytenant Zumrat Ibodullayeva qo'lga kiritdi. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman. Shuningdek, xotin-qizlar o'rtasida bilim va tafakkurni yana bir bor sinovdan o'tkazish, jamoaviy hamjihatlikni mustahkamlash maqsadida zakovat intellektual o'yini o'tkazildi. Bellashuv davomida ishtirokchilar turli yo'nalishlardagi savollarga javob berib, o'zlarining tezkor fikrlashi, tahlil qilish qobiliyati va jamoaviy ishlash ko'nikmalarini namoyon etishdi. Tadbir nafaqat bilimlar bellashuvi, balki o'zaro tajriba almashish, muloqot qilish va do'stona muhitda dam olish imkoniyatini ham yaratdi. Bellashuv yakunida g'olib jamoalar aniqlandi. Unga ko'ra 3-o'rinni Umid nihollari, 2-o'rinni Afrodita hamda 1-o'rinni So'g'diyona jamoalari egallashdi. Bunday tadbirlar xotin-qizlar o'rtasida faollik, hamjihatlik va bilimga intilish muhitini yanada kuchaytirish bilan ahamiyatlidir. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilamiz.